Ben Behruz Life. Bugungi o'yinimizda Build Your Corporation ikkinchi qismini chiqaramiz. Qani bo'lmasak-ku, o'ynab ko'ramiz. Birinchi qismda ko'rmoqchi bo'lsanglar, profilimda bor. Nima gap o'zinglarda, qaro ko'zinglarda. Bu o'yinni yana bir bor tushuntirib o'tib ketaman. Bu o'yinda nima qilamiz? Bu o'yinda biz albatta mana shu yerdan любой bitta o'yinchini tanlab olamiz. Masalan, bu o'yinga sabab dollar kam beradi, tepasidan qancha dollar berishi va pastda narxi yozilgan. Bizga esa mana yerda yozib qo'yilgan qanaqalari kerak bo'lishi. Bizga Music Mafia Boss'dan 3 ta, ya'ni bizda hozir bitta bor ekan, yana 2 ta kerak va legendarniy Crypto Bro'dan 5 ta kerak. Shunday qilib asta-sekin yig'ib olamiz. Yo, bu kerak emas. Bu kerak emas bizga bu kerak. Va ketdik, buni qo'yib kelaylik tepaga. Yana tanlab olamiz biz hozir. Bugun videoni kamroq qilishga harakat qilaman, sababi va adashib ketdim. Crypto Bro'ni olish kerak edi. Bugun videoni kamroq qilaman, chunki edit qilayotganimda edit uncha o'xshamay qolyapti. To'xta, DJ bizga kerak emas edi menimcha. Bu bizga kerak emas edi, o'shaning uchun musorga tashlab olamiz. Voy, bu telefonim qotib qolyapti. Bu ham kerak emas. Yo'q. Birinchi videoyim profilimda bor, qo'ydim. Yo'q, bu kerak emas. DJ kerak emas. Bu kerak. Kerak emas. Yo'q. Bular emas. Bu kerak edi. Bolalar, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Bunaqa videolardan hali biz yana ko'pgina chiqaramiz. Bu ikkinchi qism, birinchi qism profilda. Buni tepaga joylashtirib olamiz. Repeatga qarab qo'yaylik. 3 ta kerak. Bizda esa buncha bor. Bu halini ko'pgina qilishimiz kerak ekan. Yo'q, bu kerak emas. Bu kerak. Buni esa uyga joylashtiramiz.
Men bilan qo'shilib o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta durustga tashlab qo'ying. Birga qo'shilib o'ynaymiz. Oy, bizga kerak bu, kerak. Obuna bo'lib qo'ying do'stlar, sizlar uchun shunaqa video tayyorladim va shuncha harakat qilyapman. Sizdan hech nima ketmaydi, faqat obuna bo'lib qo'yasiz bo'ldi. Obuna bo'lish esa qiyin emas. Endi mayzik deganda kerak. Bu qanday topamiz? Bitta o'g'iniga men 2 dona kerak. Qayerdan topaman men uni? Qayerdan topsam bo'ladi? Oy. Chiqmayapti-ku unaqa. Biling, qanaqa topaman? Maymonni men nima qilaman? Kerak emas. Kimda shunaqa uka bor? Men shunaqa video olayotganda tiqiladigan uka kimda bor do'stlar? Menchi meni ukam bo'ladi-da. Ko'p tiqiladi meni oldimga. Hozir ham video olaman desam, yugurib uydan chopib kelyapti. Men bilan video oling deb. Kimda shunaqa shunaqa uka bor? Bitta video olish uchun uydan chopib kelyapti bu. O'zi esa narida o'tiribdi. Qani ketdik, ukamni uyiga borib kelaylikchi, nima gap ekan? Mana katta uy shuniki bo'lmasa hali. Mana bu uy ukamniki ekan. Bu necha minut bo'ldi video? 9,5 minut bo'ldi. 20 minut qilsam o'chiraman. Va ertaga qo'yaman bolalar, aktiv bo'lib beringlar. Har doim, har kuni yangi video qo'yib boshlayman. Obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Hali bunaqa videolar ko'p chiqadi. Sababi menda to'xtash yo'q. Obuna bo'lib qo'ysangiz bunaqa videolarni ko'p chiqaraman. Keyingi o'yinlarda qanaqa o'yin o'ynaylik yozib qoldiring. Kommentda o'z fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Hammasini o'qib chiqaman. Kibr emasman. Xohlagan o'yinlaringizni yozib qoldiringlar, men o'shani o'ynab ko'rishga harakat qilaman.
Menga bunaqa kerak emas. Voy, bu menga mafiya boss degani kerak. Qimmat. Chiqmayapti-ku. Voy, shuni boshchasi chiqmaydimi menga bile. Voy. U berki yaqinroq kel. Oldimga kel. Yonimga kel. Hozir men senga yordam beraman. Eng zo'ri. Menga yana boyna ikkita bo'lsa olib keling. Yana bitta shunaqa kerak menga. Repeat qilaman. Oh, unaqasi chiqmayapti-ku menda. Nima edi bu? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Chiqmayapti-ku. Voy bu. Men ukajonim kelyapti. Ukajonim o'zimmi? Menga. Hozir reverse qilamiz. Meni oldimga kel. Senga qimmatlarini beray men. Keyin menga berasan. Yana kel uyimga. Yonimga kel. Mana shu ikkita bananni keyin menga qaytarib berasan bo'ldi. Qani bo'lmasa, let's go, reverse qilamiz, ya'ni yangilaymiz. Go. Voy bu 500 million va mana 6 ta. Yaxshi, KO'ni yig'amiz.
Video 16 minutlik bo'lib qopti. Menga 3 ta banan olib kelib ber. Mana uka bo'lishning baxti. Ukam borda yaxshi. Shunaqa qiynalgan vaqtimda yordam berib ketadi menga. U nargisini ham olib kelyapti yaxshi. Yo do'stlar, mayli ertagacha, ya'ni ertaga bu videoni qo'yaman. Mayli do'stlar, obuna bo'lish eslaringizdan chiqdi bilaman. Yana obuna bo'lib qo'ying, sababi ertaga ham yana shunaqa videolarni olishga harakat qilaman va buni videolar chiqarishga harakat qilaman. 20 minutlik bo'ldi, sababi vaqtim ham tugadi. Bo'pti.